Assalomu alaykum hurmatli ustozlar, assalomu alaykum hurmatli yoshlar. Toshkent shahridagi Yoshlar ijod saroyida barchangizni xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Men To'lqinova Aziza Erkin qizi. Men Ibrohimjonova Zinatxon. Men Erkiboyeva Iroda. Men Baxtiyorova Dilnura, Jizzax viloyati Zomin tumanida 1-maktab o'quvchisiman. Soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovini respublika bosqichiga yo'llanmani qo'lga kiritib, insholar yo'nalishi bo'yicha ishtirok etyapman. Bugun soliq bilimlari yosh avlodga respublika ko'rik tanlovining final bosqichi bo'lib o'tadi. Shunday ekan, barchangizga O'zbekiston Respublikasi Soliq qo'mitasi tashabbusi bilan tashkil etilgan soliq bilimlari yosh avlodga ko'rik tanlovining final bosqichiga start beriladi. Videoroligimda biz soliqlarni davlatga nima uchun to'laymiz? Soliq qanday to'lanadi? Soliq bo'lmasa nima bo'lardi? Что налоги это как основной доход государства. Bu video soliq haqida edi. Meni tushunishim qiyinroq bo'ldi hozir. Barchangizni Soliq qo'mitasi raisi nomidan qatnashganlaringiz bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Sizlardan faqat kelajagimiz iftixori sifatida g'ururlanish bizga ham nasib qilsin. Hammalaringizga muvaffaqiyat tilayman. Rahmat.